Joriy yilning 3-dekabr kuni taxminan soat 10:25 larda Olmazor tumani Kichik xalq avtomobil yo'li Olmazor tuman hokimligi binosi qarshisida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Xonji rusumli davlat raqami 407 ZLA bo'lgan avtotransport vositasi Sog'mon ko'chasi tomonidan bo'ylab Talabalar ko'chasi tomonga harakatlanib ketayotgan vaqtda Talabalar ko'chasi tomonidan qayrilib olish joyidan qayrilib olayotgan BYD rusumli davlat raqami 01737 ZS transport vositasi bilan to'qnashuv sodir qilgan. To'qnashuv natijasida avtolov haydovchilari yengil tan jarohati olib, Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-klinik shifoxonasida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda.